Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa keksa avlod vakillari va kelajakda nafaqaga chiqishganlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men bilaman. Ko'pchilik nafaqa masalasi haqida o'ylashni yo'qtirmaydi. Lekin 2026 yildagi pensiya indeksatsiyasiga oid yangi tafsilotlar shunchalik muhimki, uni e'tiborsiz qoldirish sizga moliyaviy jihatdan qimmatga tushishi mumkin. Bu ma'lumotlar nafaqangiz hajmini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Uni oshirishi ham, afsuski, kutganingizdan kamaytirishi ham mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni tarqatishda bizga yordam beradi. Pensiya tizimida katta o'zgarishlar kutilmoqda. Avvallari pensiya indeksatsiyasi ko'pincha oddiyroq mexanizmga asoslanar edi. Asosan inflyatsiya darajasini qoplashga qaratilgan edi. Ya'ni har yili davlat e'lon qilgan inflyatsiya foizga mos ravishda pensiyalar qayta hisoblanar edi. Bu tizim nisbatan tushunarli va prognoz qilish oson edi. Masalan, agar inflyatsiya yillik foiz bo'lsa, pensiya ham xuddi shu foizga oshirilardi. Bu esa nafaqaxo'rlarning sotib olish qobiliyatini saqlab qolishga yordam berardi. Bu modelda asosiy maqsad pul qadrsizlanishining oldini olish va odamlarning daromadlarini inflyatsiya ta'siridan himoya qilish edi. Ko'pgina mamlakatlarda bu tizim ancha vaqt qo'llanilgan va nisbatan barqarorlikni ta'minlagan. Ba'zi hollarda eng kam pensiya miqdoriga tuzatishlar kiritilardi. Lekin umumiy indeksatsiya sxemasi asosan inflyatsiyaga bog'liq bo'lardi. Lekin endi 2026 yildan boshlab kuchga kiradigan yangi qoidalar pensiya indeksatsiyasiga yondashuvni tubdan o'zgartiradi. Endi indeksatsiya faqat inflyatsiya bilan bog'liq bo'lmaydi. Balki bir nechta o'zgaruvchan omillarni, xususan mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi dinamikasini ham o'z ichiga oladi. Bu degani pensiyalar endi ikki asosiy ko'rsatkich, inflyatsiya darajasi va mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqi o'sishi sur'ati asosida indekslanadi. Har ikkala ko'rsatkichning og'irligi teng, ya'ni yaxin kunda inflyatsiya va yaxin o'rtacha ish haqi o'sishi hisobga olinadi. Yangi tizim yanada murakkabroq, lekin ayni paytda adolatliroq bo'lishi kutilmoqda. Chunki u nafaqat narxlar o'zgarishini, balki mehnatga haq to'lashdagi umumiy o'sishni ham hisobga oladi. Hukumatning maqsadi pensiyalarni shunchaki inflyatsiyadan himoya qilish emas, balki ularning umumiy iqtisodiy rivojlanishga mutanosib ravishda o'sishini ta'minlashdir. Bu o'z navbatida nafaqaxo'rlarning hayot sifatini yaxshilashga va ularning iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilish kerak. Shuningdek, yangi qoidalar ba'zi hollarda ish staji va to'lovlar tarixini ham chuqurroq tahlil qilishni talab qiladi. Bu esa individual yondashuvni kuchaytiradi. Pensiya indeksatsiyasi nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirga tushishi kerak? Kim tushmasligi kerak? Yangi qoidalar har bir nafaqaxo'r uchun muhim, ammo ularning ta'siri har xil bo'ladi. Yangi indeksatsiya formulasi quyidagicha ishlaydi. Pensiya indeksatsiya koeffitsiyenti, inflyatsiya darajasi, non-bijan. Bu degani, agar inflyatsiya haqiqiy muntib bo'lsa va o'rtacha ish haqi o'sishi 10 muntib bo'lsa, pensiyalar haqiqiy 10 o'nishar degan. Dark yondashuv omegaga indekslanadi. Bu yangi yondashuv inflyatsiya yuqori, ammo ish haqi past o'sadigan davrlarda pensiya o'sishini cheklashi mumkin, yoki aksincha inflyatsiya past. Ammo ish haqi tez o'sayotgan davrlarda pensiyaning sezilarli darajada o'sishiga olib kelishi mumkin. Bu juda muhim tafsilot. Chunki u sizning kelajakdagi nafaqangiz miqdorini to'g'ridan-to'g'ri belgilaydi. Endi esa kim xavotirga tushishi kerakligiga e'tibor qarataylik. Birinchidan, yaqin kelajakda, ya'ni 2026-2027 yillarda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan shaxslar, sizning pensiyangizni hisoblashda aynan shu yangi qoidalar qo'llaniladi. Agar sizning ish stajingizda uzilishlar bo'lsa yoki sizning maoshingiz rasmiy ravishda past ko'rsatilgan bo'lsa, bu sizning pensiya indeksatsiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yangi tizim shaffoflikni oshirishga va haqiqiy ish haqi darajasini aks ettirishga intiladi. Shuning uchun konvertda ish haqi olganlar uchun bu noxush vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchidan, o'zining mehnat daftarchasidagi ma'lumotlarga ishonchi komil bo'lmagan yoki bir necha ish joyini tez-tez almashtirib turgan shaxslar. Bu holatda sizning ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar to'plami yetarli bo'lmasligi yoki ularda xatoliklar mavjud bo'lish ehtimoli bor. Uchinchidan, pensiya fondiga muntazam ravishda to'lovlar o'tkazmagan yoki minimal to'lovlar bilan cheklangan shaxslar
Chunki indeksatsiya pensiya bazasining o'ziga nisbatan qo'llaniladi va agar baza kichik bo'lsa, indeksatsiyadan keyingi o'sish ham sezilarsiz bo'ladi. Endi esa kim xavotirga tushmasligi kerak. Birinchidan, uzoq muddat davomida muntazam ravishda yuqori ish haqi olib, pensiya fondiga barqaror to'lovlar o'tkazgan shaxslar. Sizning pensiyangiz yangi tizim ostida ham barqaror o'sishda davom etadi. Chunki sizning pensiya bazangiz mustahkam. Ikkinchidan, davlat xizmatida ishlagan va ularning ish staji hamda maoshlari rasmiy hujjatlar bilan to'liq tasdiqlangan shaxslar. Sizning ma'lumotlaringiz shaffof va barcha qoidalar bo'yicha hujjatlashtirilgan. Uchinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar yoki nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning ayrim toifalari. Chunki ushbu toifalardagi pensiyalar uchun alohida indeksatsiya mexanizmlari saqlanib qolishi mumkin. Ularga nisbatan umumiy qoidalar yumshoqroq bo'lishi ehtimoli bor. Biroq bu har bir holatda alohida ko'rib chiqilishi kerak. Keling, ba'zi aniq misollarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol Dilshod aka. Dilshod aka 2025 yil oxirida nafaqaga chiqqan. Ish staji 35 yil. Shundan 25 yili zavodda yuqori malakali muhandis bo'lib ishlagan. Qolgan 50 yili kichikroq korxonada oxirgi 5 yildagi o'rtacha maoshi 5 million so'm atrofida edi. Uning pensiyasi eski qoidalar bo'yicha hisoblanganda taxminan 3 million so'm edi. 2026 yil uchun inflyatsiya prognozi 11'si, o'rtacha ish haqi o'sishi prognozi esa 11 bo'lsin. Yangi qoidalar bo'yicha indeksatsiya 11 5 plus 1 million 5 plus 75 5. Agar eski qoidalar bo'yicha faqat inflyatsiya hisobga olinganda edi, uning pensiyasi 10 milliardga, ya'ni 300 ming so'mga oshib 300 ming so'm bo'lardi. Yangi qoidalar bo'yicha esa 5 bardasiga indekslanib 30 ming 345 ming so'mga oshadi. Natijada pensiya 345 ming so'm bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Dilshod aka uchun yangi tizim foydali bo'ldi. Chunki ish haqi o'sishi inflyatsiyadan yuqori edi va uning yuqori maoshi hamda uzluksiz staji bu o'sishni sezilarli darajada oshirishga yordam berdi. Bu yerda asosiy sabab Dilshod akaning uzoq muddatli va rasmiy ish stajiga egaligi, shuningdek pensiya fondiga muntazam ravishda yuqori miqdorda badallar to'lagandir. Uning pensiya bazasi yuqori bo'lganligi sababli. Hatto kichik foizli o'sish ham sezilarli miqdorni tashkil etdi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, rasmiy va barqaror ish joyi pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi misol Gulnora opa. Gulnora opa 2027 yilda nafaqaga chiqishni rejalashtirmoqda. U 25 yil davomida o'qituvchi bo'lib ishlagan, lekin so'nggi 5 yilda oilaviy sabablarga ko'ra kichik biznesda rasmiy bo'lmagan sharoitda, ya'ni shartnomasiz ishlagan. Uning o'rtacha rasmiy ish haqi pastroq bo'lgan 2 million so'm atrofida. Uning pensiyasi dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 20 million 500 ming so'm bo'lishi kutilmoqda. Gulnora opaning pensiya bazasi Dilshod akaga nisbatan ancha past. 2026 yil uchun yuqoridagi prognozlar saqlanib qolsin. Inflyatsiya 11%, o'rtacha ish haqi o'sishi 11%. Indeksatsiya koeffitsiyenti 10.5% bo'ladi. Gulnora opaning pensiyasi indeksatsiyadan keyin 500 ming, 500 so'mga oshadi. Jami pensiya 500 so'm bo'ladi. Agar eski qoidalar bo'yicha faqat inflyatsiya hisobga olinganda edi. U 1000 ming so'm olar edi. En bazenti 5 milliga. Bu yerda Gulnora opaning pensiyasi ham oshdi, lekin uning bazasi past bo'lganligi sababli o'sish miqdori sezilarli darajada kichikroq bo'ldi. Asosiy muammo uning so'nggi yillardagi norasmiy ish hisobiga pensiya fondiga to'lovlarning yetarli bo'lmaganligidir. Garchi yangi tizim ham ish haqi o'sishini hisobga olgan bo'lsa-da, bu uning past bazaviy pensiyasini sezilarli darajada oshira olmadi. Bu shuni ko'rsatadiki, pensiya miqdori faqat indeksatsiyaga bog'liq emas, balki to'plangan pensiya kapitaliga ham bog'liqdir. Norasmiy ish staji yoki past rasmiy maoshlar pensiya miqdoriga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uchinchi misol Alisher aka. Alisher aka umrining bir qismini chet elda ishlagan. U yerda rasmiy ravishda soliq to'lagan. Lekin O'zbekistondagi pensiya fondiga to'lovlar uzilishlar bilan amalga oshirilgan. Uning ish staji umumiy 20 yilni tashkil etadi. Shundan 20 yili chet elda. Hozirda pensiya miqdori 2 million 2 ming so'm. Yangi qoidalar joriy etilgandan keyin pensiya jamg'armasi Alisher akaning chet eldagi ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni chuqurroq o'rganishni boshladi. Agar bu hujjatlar xalqaro shartnomalarga muvofiq to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa,
uning O'zbekistondagi pensiyasi qayta hisoblanishi va bazasi oshishi mumkin. Misol uchun, agar uning chet eldagi ish staji to'liq hisobga olinmasa va faqat O'zbekistondagi 20 yillik staj hisobga olinadigan bo'lsa, uning pensiyasi bazasi past bo'lib qoladi va indeksatsiya natijasida o'sish ham kichik bo'ladi. Lekin agar uning xorijdagi daromadlari va to'lovlari O'zbekiston qonunchiligiga mos keladigan tarzda hisobga olinsa, uning bazaviy pensiyasi 3 million so'mga yetkazilishi va shu asosda UNECIT 5 pondlik indeksatsiya qo'llanishi mumkin. Bu holatda pensiyasi 375 ming so'mga oshib, jami 375 ming so'mga aylanadi. Aks holda, agar uning chet eldagi staji to'liq hisobga olinmasa, u faqat 275 ming so'm, 2 million yo'l 5 qo'shimcha olib, pensiyasi 2 million 75 ming so'm bo'lib qoladi. Bu misol ayniqsa xalqaro ish stajiga ega bo'lganlar uchun hujjatlarning ahamiyatini ko'rsatadi. Chet elda ishlagan shaxslar o'zlarining mehnat faoliyatini tasdiqlovchi barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishlari va ularni pensiya jamg'armasiga taqdim etishlari zarur. Bu jarayon ancha murakkab bo'lishi mumkin. Chunki u ikki tomonlama shartnomalarni va xalqaro qoidalarni bilishni talab qiladi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Yangi pensiya indeksatsiyasi qoidalarida ba'zi istisnolar, tuzoqlar va oddiy ko'zga ko'rinmaydigan nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish juda muhimdir. Istisnolar birinchidan maxsus xizmatlar uchun pensiyalar. Odatda davlat oldidagi alohida xizmatlar uchun belgilangan pensiyalar. Masalan, fan, san'at, madaniyat arboblari yoki davlat mukofotlari sohiblari uchun pensiyalar alohida tartibda indekslanishi mumkin. Ba'zi hollarda bu pensiyalar umumiy indeksatsiyaga kirmasligi yoki yuqoriroq koeffitsient bilan oshirilishi mumkin. Buning sababi ularning pensiyalari ko'pincha minimal miqdordan sezilarli darajada yuqori bo'ladi va ularga nisbatan umumiy iqtisodiy o'zgarishlardan ko'ra davlat tomonidan belgilangan alohida me'yorlar qo'llaniladi. Ikkinchidan, nogironlik pensiyalari. Nogironlik pensiyalarining indeksatsiyasi ko'pincha ijtimoiy himoya mexanizmlari doirasida alohida ko'rib chiqiladi. Ba'zi hollarda ular yuqoriroq indeksatsiya darajasiga ega bo'lishi mumkin. Chunki bu toifadagi fuqarolarning ijtimoiy ehtiyojlari yuqoriroq deb hisoblanadi. Shuningdek, boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari ham ba'zan umumiy qoidalardan chetga chiqishi mumkin. Bu istisnolar davlatning ijtimoiy siyosatining bir qismi bo'lib, aholining eng zaif qatlamlarini himoya qilishga qaratilgan. Ammo har bir holatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari bilan maslahatlashish zarur. Tuzoqlar birinchidan hujjatlarni rasmiylashtirishdagi xatolar. Eng keng tarqalgan tuzoq bu sizning ish stajingizni yoki maoshingizni tasdiqlovchi hujjatlardagi nomuvofiqliklar yoki xatolar. Masalan, mehnat daftarchasidagi yozuvlarning to'g'ri rasmiylashtirilmaganligi, korxona nomi o'zgarganda tegishli yozuvning kiritilmaganligi yoki shaxsiy ma'lumotlardagi kichik farqlar, ismning yozilishidagi xatoliklar. Bu kabi xatolar pensiya hisoblash jarayonini sezilarli darajada kechiktirishi yoki pensiya miqdorining noto'g'ri hisoblanishiga olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi xodimlari bunday holatlarda qo'shimcha hujjatlarni talab qilishadi. Bu esa jarayonni uzaytiradi. Ikkinchidan, vaqtida murojaat qilmaslik. Pensiya jamg'armasi tomonidan belgilanadigan har qanday yangi talablar yoki hujjatlarni taqdim etish muddatlariga rioya qilmaslik. Yangi qoidalar kiritilishi bilan ma'lum bir guruh fuqarolaridan qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Agar siz belgilangan muddatda tegishli hujjatlarni taqdim etmasangiz, sizning pensiyangiz yangi qoidalar bo'yicha indekslanmasligi yoki hatto vaqtinchalik muzlatilishi mumkin. Bunday holatlar pensiyaga bo'lgan huquqingizni yo'qotishga olib kelmasligi mumkin. Ammo indeksatsiya vaqtida amalga oshirilmasligi sizga moddiy zarar keltirishi aniq. Uchinchidan, norasmiy daromadlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, agar sizning daromadingizning katta qismi norasmiy bo'lib, pensiya fondiga to'lovlar o'tkazilmagan bo'lsa, yangi indeksatsiya tizimi siz uchun unchalik foydali bo'lmaydi. Chunki indeksatsiya sizning rasmiy pensiya bazangizga qo'llaniladi, norasmiy daromadlaringizga emas. Bu tizimni joriy etishidan maqsadlardan biri ham iqtisodiyotni oqartirish va rasmiy mehnat munosabatlarini rag'batlantirishdir. Noaniq nuanslar birinchidan ish stajini hisoblashdagi yangi mezonlar. Yangi qoidalar ba'zi kasb turlari yoki ish sharoitlari uchun ish stajini hisoblash usullarini o'zgartirishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat, xavfli sharoitlardagi mehnat
yoki ba'zi ijtimoiy sohalardagi ishlar uchun stajni hisoblashda qo'shimcha koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin edi. Endi bu qoidalarda o'zgarishlar kutilmoqda. Bu esa ba'zi kasb egalarining pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Bu masalada doimo qonunchilikdagi eng so'nggi o'zgarishlarni kuzatib borish muhim. Ikkinchidan, ayrim turdagi daromadlarni hisobga olish. Ba'zi xodimlar uchun qo'shimcha mukofotlar, bonuslar yoki moddiy yordamlar pensiya hisoblashda to'liq hisobga olinmasligi mumkin edi. Yangi qoidalarda ushbu turdagi daromadlarni pensiya bazasiga kiritish tartibi o'zgarishi mumkin. Masalan, agar ilgari faqat asosiy ish haqi hisobga olingan bo'lsa, endi barcha soliqqa tortiladigan daromadlar, jumladan mukofotlar ham to'liq hisobga olinishi mumkin. Bu albatta pensiya bazasini oshirishi va natijada indeksatsiya darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uchinchidan, pensiya jamg'armasining avtomatik qayta hisoblash tizimi. Yangi qoidalar joriy etilganda, pensiya jamg'armasi barcha amaldagi pensiyalarni avtomatik ravishda qayta hisoblab chiqadi. Biroq bu jarayonda texnik xatolar yoki ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun har bir nafaqaxo'r o'z pensiya to'lovlarini diqqat bilan kuzatib borishi va har qanday shubhali holatlarda pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. O'zingizning pensiya miqdoringizni bilish va uning o'zgarishlarini tahlil qilish sizning majburiyatingizdir. Amaliy maslahatlar. Nima qilishingiz kerak? Pensiya indeksatsiyasi bo'yicha yangi qoidalarga tayyor bo'lish va kelajakda yo'qotishlarga duch kelmaslik uchun sizdan aniq qadamlar talab etiladi. Bu shunchaki bilish emas, balki amal qilish vaqti. Birinchi qadam. Hozirgi pensiya holatingizni tekshiring. Agar siz allaqachon nafaqada bo'lsangiz, pensiya to'g'risidagi so'nggi ma'lumotnomangizni yoki har oylik to'lov kvitansiyangizni diqqat bilan o'rganib chiqing. Unda sizning pensiyangizning asosiy miqdori va oxirgi indeksatsiya sanasi ko'rsatilgan bo'ladi. Agar siz hali nafaqada bo'lmasangiz, lekin yaqin orada chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, o'z mehnat daftarchangizni va ish stajingizni tasdiqlovchi boshqa hujjatlarni, masalan, diplomlar, harbiy guvohnoma, arxiv ma'lumotnomalari to'liq ko'rib chiqing. U yerda xato yoki nomuvofiqliklar bormi? Barcha ish joylaringiz va muddatlaringiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Bu asosiy pensiya bazasini aniqlash uchun muhimdir. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlaringizni tekshiring. Bu sizning kelajakdagi pensiyangiz miqdorini aniqlaydigan asosiy hujjatlardir. Ish stajingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarning asl nusxalari yoki tasdiqlangan nusxalari mavjudligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir uzilishlar yoki tushunarsiz yozuvlar bo'lsa, ularni hozirdan bartaraf etishga harakat qiling. Masalan, agar sizning mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa yoki unda noto'g'ri yozuvlar mavjud bo'lsa, ish joyingizning arxiviga murojaat qilib, tegishli ma'lumotnomalarni olishingiz kerak. Korxona yopilgan bo'lsa, davlat arxiviga murojaat qilish lozim. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. Eng muhim qadamlardan biri bu pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlariga shaxsan borib yoki ishonch telefonlari orqali murojaat qilish. Siz o'zingizning shaxsiy holatingiz bo'yicha maslahat olishingiz, kelajakdagi pensiya miqdoringizni yangi qoidalar asosida taxminan hisoblatishingiz va qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini bilib olishingiz mumkin. Ba'zi pensiya jamg'armalarida onlayn maslahat xizmatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu jarayonni imkon qadar 2025 yil oxirigacha amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Chunki 2026 yil boshidan keyin navbatlar ko'payishi mumkin. 4-qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Pensiya jamg'armasi mutaxassisi bilan maslahatlashganingizdan so'ng sizga aniq qanday hujjatlar kerakligi ma'lum bo'ladi. Odatda pasport, mehnat daftarchasi, diplomlar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, bolalar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, agar onalik staji hisobga olinadigan bo'lsa va ish stajini tasdiqlovchi boshqa ma'lumotnomalar talab qilinadi. Ba'zi hollarda agar sizning daromadlaringiz haqida pensiya jamg'armasida to'liq ma'lumot bo'lmasa, maosh haqidagi ma'lumotnomalar ham talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalari tayyor bo'lishi lozim. 5-qadam, murojaatni qanday yozish kerak? Agar sizning pensiya hisobingizda xatoliklar aniqlansa yoki sizga qo'shimcha ma'lumotlar kiritish kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga rasmiy ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Arizada sizning F ish, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, shuningdek murojaat sababingiz aniq ko'rsatilishi kerak.
Misol uchun, men ish tug'ilgan sana yilda tug'ilganman. Pensiya hisobini tekshirish natijasida mehnat daftarchamda ko'rsatilgan xato yoki nomuvofiqlik aniqlandi. Ushbu xatolikni tuzatishni va pensiya hisobimga qo'shimcha ma'lumot kiritishni so'rayman. Bunga hujjat nomi ilova qilinadi. Arizani 2 nusxada yozib, birini pensiya jamg'armasiga topshirib, ikkinchi nusxasiga qabul qilgan shaxsning imzosi va sanani qo'ydirib oling. Bu kelajakda ehtimoliy nizolar yuzaga kelganda sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, 2026 yildan kuchga kiradigan pensiya indeksatsiyasining yangi qoidalari jiddiy o'zgarishlarni o'z ichiga oladi va har bir nafaqaxo'r, shuningdek, kelajakda pensiya oluvchi shaxs uchun juda muhimdir. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiya miqdoriga, balki uning hisoblash mexanizmiga ham ta'sir qiladi. Biz bugun taqdim etgan ma'lumotlar sizning moliyaviy kelajagingizni mustahkamlashga yordam berishiga umid qilaman. Unutmang, o'z pensiyangiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olish va faol harakat qilish faqat sizning foydangizga ishlaydi. Bu videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Agar sizda ushbu masala bo'yicha savollar, fikrlar yoki o'z shaxsiy hikoyalaringiz bo'lsa, iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizning sharhlaringiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun foydali va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy kelajagingizni rejalashtirishda ehtiyotkor bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha